Bo'ldi, men ham boraman. Kelyapman. Kutib turlaring, hozir boraman 5 minutda. Xo'p. Alo. O'rta, Javob qayerdasan-la? bola shoshirib tashadi. Kutib turolmadi, ketvordi. Men keluvdim. Ha, mashinada kitovollaring. Hozir qolaman, o'rta. Do'stlik nima? Cho'ntagi bo'sh odamning ovozi past bo'ladi. Uni kamroq eshitishadi, kamroq kutishadi. Og'ir bo'lsa ham haqiqat shu. Ba'zan do'stlar davrasi sen bilan ham, sensiz ham but bo'ladi. Hech kimning hayoti to'xtab qolmaydi. Shunda tushunasan. Ayrim yo'llarni yolg'iz bosib o'tishga to'g'ri keladi va aynan shu yo'l seni kuchli qiladi. Yosh bola edim. Bu sotib bergan choylarni baklashkalarga solib, ulardan 100 so'mdan sotib olardim va bozorda 150 so'mdan sotardim. Va bularning hammasi oilamga yordamlashish uchun edi. Bu hayotda eng yaxshi ko'rgan insonim eng katta tog'am. Ularni do'da deb chaqirardim va ular har oy mashinalarning bagajini to'ldirib bizning uyimizga ro'zg'or olib kelardilar. Va o'g'il bolasan, cho'nchagingda pul tursin deb har doim cho'nchagimga pul solib ketardilar. Yaxshi odam degan tushunchani ham aynan shu paytingda ajrata boshlarsan balki. Chunki cho'zilgan qo'llarni tafti yuzingda umrbod qoladi. Men ketdim ishga. Emay qara, sen o'qishing kech qolmasdan vaqtliroq borgin, tushundingmi? Hozir adamga qarash olay, keyin boraman. Bu yil ham qishga guncha qolib ketsa kerak, tom qilmasdan adi. Xavotir olyapsanmi? Xavotir olma. Yomg'irda qolib ketsak adi. O'g'lim. Mana shu uyga qara. Fundamentni quyayotganda ham xavotirda edim. Devorni ko'tarayotganda ham. Hozir tomni yopayotganda ham ichimda ming xil xayol. Pul yetadimi, yetmaydimi? Ertaga nima bo'ladi degan xavotir tugamaydi odamdan. Lekin shu xavotir bor ekan deb qurilishni to'xtatib qo'yganim yo'q. Tavakkal qilib bitta ish qo'ydim, keyin yana bittasini. Mana uy ham bo'sh o'zib qoldi. Hayot ham shunaqa o'g'lim, xavotir hech qachon tugamaydi. Bugun puldan xavotir qilasan, ertaga farzandingdan, indingi sog'lig'ingdan. Agar xavotiring ketishini xohlasang, bir umr yashamay qolasan. Shuning uchun qo'rqma o'g'lim. Tavakkal qil. Oldinga qarab yur. Odamni manzilga xavotir emas, uni qadami, harakatlari olib boradi. Tushundingmi? Harakatdan to'xtash kerak emas. Adi, bir ikki soat xulosan mayli, o'qishga ketguncha charchadim. Charchab qolding. O'qishga ketishdan oldin bor, amin ol. Rahmat adi. Zarba nima? Hayot senga katta bo'lsang ishlaysan, pul topasan, oilangga yordam berasan va hammasi yaxshi bo'ladi deb va'da bermagan. U seni bolaligingdan ayirgan dardlarni, yelkangga erta ortilgan yuklarni odamlarning hikoyalarida qalin harflar bilan yozib qo'yadi. Zarba seni yiqitish uchun emas, kechagi o'zingdan kuchliroq qilish uchun berilgan sinovdir. Ba'zan esa uning og'rig'i yillar davomida sen bilan qoladi. 17 yoshda edim. Bir umr yonimda bo'ladi deb o'ylagan otamni bir kunda yo'qotdim. Eng alamlisi bilasizmi? O'sha uyni qurib bitganini otam ko'rmadilar. Ayriliq nima? Senga boylab berilmagan ne'matlarni o'sha ip uzilgach qadrini sezishingdir. Yoki qolganlarni ko'proq qadrlashni o'rganishmi? Ukam. Yaxki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilyapsan bu yerda?
Pul topolman. Ukam, harakat qil deganim hamma ish qur degani emas. Aqlingni ishlatib ish qilgin. Yaxshiroq pul keladigan joyga tavakkal qilib ish boshla. Puling yo'q bo'lsa so'ramaysanmi? Ma, Yo'q aka. ol ukam. Yig'ishtir bu ishni. Xo'p bo'ladi. Qo'yma milattalaringni. Yur ketamiz. Bo'la qol tez. Hozir. Qondoshlik nima? Sen qon yutganingda sendan ko'ra ko'proq dard chekkanlar yalt etib 8 milliard odam orasidan ajralib turishidir. Boshingni egilishidan, bo'sh hamyon bilan qolishingdan qo'rqishi, o'ziniki bo'lmagan hayotingga sendan ko'ra ko'proq qayg'urishmi? Qilmagan ishim qolmadi. Orada tanishlarim ish topib berishdi. Shofyorlik. Lekin xuddi hamma narsa menga qarshi chiqayotgandek edi. Shunday to'g'risini totib qo'ymabsiz-da, aka. Buni omadsizlik deyiladimi? Bilmadim. 10 kun bo'lmasdan o'tdan ham ketdim. Ota-onasi yodib bermadimi? Siqilma. Juft halolam tanlash tavakkal narsa. Opam boshqa qiz topalla. Ko'nglingni cho'ktirma. Mas'uliyat va ishonch nima? Bu inson yelkasiga ortilgan eng og'ir yuk. O'g'il bola bo'lib tug'ilish sening tanloving emas, ammo erkakka aylanishing bilan mas'uliyat va ishonch bo'yningga osiladi. Ba'zan u seni egadi, ba'zan sindirgandek bo'ladi, chunki sen erkaksan. Ma. Ovqatam yemading, choy ichgin. Ishtaham yo'q. Bo'ldi endi. Erkak kishisan, sal qo'lga olgin o'zingni. Boshingni ko'tar. Yoshligimizda hamma bizdan chaqqon eding. Hech narsadan qo'rqmasding. Qani o'sha bola? Esingdan bozorga chiqib sutqatuvlarni sotib kelganing. Biza qo'rqqan joyga sen borarding-ku. Qani o'sha shijoat? Mana hozir o'sha shijoat bilan yashaydigan payting keldi. Suyanadigan ota-onamiz endi yo'q. Hozir bir-birimizga tayanch bo'lishimiz kerak. To'g'rimi? Bunaqa hayotdan xafa bo'lib o'tiraversang, nima bo'ladi? Harakat qilish kerak. Akamizni qaragin, bitta o'zi hamma narsani tortadi. Sen qachon yonlarga kirasan? Bo'ldi-da endi, qo'lga ol o'zingni. Nima omadi kelmayotgan bitta sanmi? Bitta ish o'xshamagan bo'lsa hech qisi yo'q, keyingisi o'xshaydi. Harakat qilish kerak. Bo'ldi, o'zing qo'lga ol. Ukajon, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi joylardan kelin qidiramiz. O'zim boraman sovchilikka. Ol choyini ich. Opam, akamni gaplaridan keyin o'zimni qo'lga olishga harakat qildim. O'zim yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullandim. To'g'ri, unaqa ko'p pul topmas edim, lekin asosiysi harakat dedim. Va bu erkak kishi uchun eng kerakli narsa. Intilish. Qara, birinchi ko'chadan kirdim. O'ng tomondagimi yoki chap tomondagimi? 17 mi? Ah, bo'ldi. 17-xonadon topdim. Voy, keyin chiqib aytaman, xo'p. Sabr qilgin. Mayli.
nasib qilmagan ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sovchilikka kelgandik, Nargizaxonga. Yo'q, hali uzatmaymiz qizimizni. Hali yosh, o'qitish niyatimiz bor. Hali uzatmaymiz. Rahmat. Amin ilohim. Baxtli bo'lishsin. To'y qildik. Uylandim. Ko'pchiligiga o'xshab to'ydan qarz bilan chiqdim. Buni ko'pchilikka bildirmaslikka harakat qildim, lekin hamma narsani bilib turadigan yonimda akam bor. Baxtli bo'llaring. Rahmat. Anu gap boru, qarz to'lanadi, xotin yonga qoladi degan. Xudo xolisa qarzlaringdan qutulib olasan. Menga mashina faqat kunduz kuni kerak. Xossang ko'proq mashina kerak. Kunduz kuni ishingdan keyin mashinadan haydab tirikchilik qilgan. Mana ol. Yo'q aka, bu sizni mashinangiz ololmayman. Ol. Endi oilalisan. Ko'proq pul kerak. Rahmat aka. Hayotim yaxshilana boshladi. Unga yaxshi odamlar kirib kelishdi va menga yordam bera boshlashdi. Hop, qara. Bu atirlaringni ko'rdim. Mashinani qilib, sumkada atirlar sotib yurishni yig'ishtirganda, men senga bitta prilavka qilib beray. O'sha atirlaringni sotasan. Nima deding? Yo'q aka, sal unaqa joyda sotib ko'rmaganman-da, arendasi qimmat bo'lib ketmasmikan? Arendasini o'ylama. Arzon qilib beraman o'zim. Ishingni qilmaysanmi, imkoniyati bor edi. Rahmat aka. Ertaga kutaman. Hop. Anu etgan atirim esdan chiqib qolmasa faqat. Lekin hamma ham ko'ringani kabi emas. Ba'zida biz yaxshi deb o'ylagan insonlar Ukam, mana shu oy oxirigacha prilavkani bo'shatib qo'y. Boshqalar chiqib qoldi. Okay, endi odam o'rgatib, endi ishim yaxshilanyapti. To'g'risini ayting, men chopib shu yerda atir sotmoqchisiz-a? Yo'q, nima qilaman atir sotib. Boshqa planlar chiqib qoldi o'manu. Lekin u odam aldagan edi. Baribir o'sha joyda atir sotdi. Birov pishirgan osh birovga nasib qilarmidi? Ishi yurmadi. Ozginadan keyin dahshatli avariya bo'lganini eshitdim. Cho'nchagimda bir so'm pulim yo'q, lekin menda bir narsa kuchli edi. Ukam, tavakkal qilishdan hech qachon qo'rqmagan. Ukam, tavakkal qil. Oldinga qarab yur. Odamni manzilga xotir emas, uni qadami, harakatlari olib boradi. O'zingga tavakkal. Okay, ishlarimiz ko'payib ketganiga bo'ttik ishlaga ulgurmayapmiz. Lekin ancha xarajat qilganmiz, aka. O'sha gap aka. Sotsangiz o'zim olaman do'koningizni. Faqat pulim naqd emas. Bo'lib 1 yilga qilib berishga bersangiz olardim. Okay, 1 yil to'g'ri kelmaydi. 6 oy bo'lsa baraka. Baraka aka. Do'kon menga o'tdi. 6 oyga deb olgan qarzimdan 5 oyda qutuldim. Inson qaysi ishdan baraka kelishini bilmas ekan. Bitta tavakkal bilan ishsiz insondan ishchilari bor insonga aylandim. Alo. O'rta tuzumsan? O'rta, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Ha? Qatlidasan? Ishdaman. Bugun o'tirishimiz bor edi, esingdami? Voy, esdan chiqib qopti-yu. Mahalladamisanlar? Hamma yig'ilib bo'ldi, bitta seni kutyapmiz. Bo'ldi, hozir boraman. Seni kutib o'tiramiz, bo'laqa. Hozir. Voy, bolalar, uzr, vapsh kech qolib ketdim. O'rta qolaysan, yaxshimisan? O'rtoq, keldingmi? Yaxshimisan, tinchmisan? Nima gaplar? Nima gap? O'rtoq, yaxshimisan, tinchmisan? Tuzukmisan? O'rta, yaxshimisan? Yaxshimisan? Rahmat, kutib qolmadinglarmi, bolalar? Ketdingmi? Bo'ldimi, ketdingmi? Ha, bo'ldi. Hozir bir minut akam qotdilar. Alo.
O aka. ishlamasmiding? Bo'shmisan, vaqting bormi? Yo'q, bo'shman. Chaf ketmadingmi? Yo'q, shart ketmayapman, bo'shman aka. Nima ishingiz bormi? Bo'sh bo'lsang, opamni ko'rib kelamizmi o'tdi. Bo'ldi, borib kelamiz. Nima deysan shunga? Bo'ldi aka, hozir boraman. Ne unaqa qilsam, bormaydigan bo'lsam, Bola, ming bor uzr, akam chaqirib qoldilar. Bormasam bo'lmaydi, zaril ish. seni kutib o'tiribmiz-ku biz. Yo'q, meni qoldiraveringlar-da, o'zinglar boraveringlar. Keyingisidan qo'shilib olaman. Ya biz ham bormaymiz unda, keyin safar boramiz. Hayot ajoyib narsa. Vaqt ajratilmaydigan insondan vaqtiga qarab ish qilinadigan insonga aylanish. Yo'q, xijolat qolsizlar, boraveringlar, keyingisiga borardim. Ha bo'ldi o'rta, o'ylama, keyin safar borarmiz. Xafagarchiliksiz bolalar. Xayrlashmadik bo'lmasa akam chaqiryaptilar, boring. Bo'pti, ko'rishamiz. Tavakkal nima? Tavakkal mana shu yuklarni barchasini o'ziga topshirish. O'zing erisha olmayotgan joyda ham, kuching yetmayotgan pallada ham uning hikmatiga suyanish. Bu juda katta ishonchdir. Do'stim, seni eshitmaydigan davralar bo'lishi mumkin. Boshlagan ishingni ushlay olmay, qiynaladigan kunlaring bo'lishi ham mumkin. Vijdonsizlar orasida qolib ketishing, oilangga yetarlicha ko'mak bera olmayotgandek tuyulishing ham mumkin. Lekin unutma, bularning hammasi o'tkinchi. Qorong'ilik abadiy qolmagani kabi bu kunlar ham qolmaydi. Yorug'likka chiqqaning zahoti kecha seni ko'rmaganlar soyangni payqay boshlashadi. Sen uddalaysan. Shunchaki tavakkal qil.